Masjid-i Aqsoning nurg'un fazilatli taraflari bo'lib, Alloh taolo bu o'rinni muborak zamin deb Qur'on Karimda alayda maqtagandir. Musulmonlarning ziyorat va ibodat qilishi uchun alayda jabdunib, tayyorlik qilib safar qiladigan 3 masjidi bor. Uning biri Masjidul Haram va Madinadagi Masjidul Nabaviy va Masjidul Aqso bo'lib, Baytul Maqdis deb ataladi. Bu haqda Imom Buxoriy va Bayhaqi qatorliq mashhur muhaddis olimlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: "Faqat 3 masjid uchunla otlarni jabdib, alayda tayyorlanib safar qilinadi. Uning biri Masjidul Haram, yana biri Rasululloh alayhisolatu vasallamning masjidi va Masjidul Aqsodir. Mana bu 3 masjid boshqa masjidlardan fazilat jihatda alayda ustundir. Millatimizning Alloh va payg'ambar sevgisi nihoyat ustun bo'lg'achqa Makka va Madinaga haj yoki umra sababli nurg'unlagan xalqimiz yo'l oldi va olmoqda. Shuning uchun xalqimizga Masjidul Haram va Madinadagi Masjidul Nabaviy qatorliq muqaddas joylar bakirak tunishliq bo'lib, yillardan beri Yahudilarning ishg'oliyati va tajovuzchiligiga uchrab kelgan Masjidul Aqso toza tunishliq emasdir. Tarixdagi bugun, ya'ni hijratning 15-yili Ramazon oyining 13-kuni Umarul Faruq roziyallohu anhu cho'ng pop Safroniyosdan Baytul Maqdisning ochqichini topshirib olish uchun Shamga yetib kelgan edi. Mana bu Baytul Maqdisning tunji fath qilinishidir. Baytul Maqdis tarixda 3 qatim fath qilingan bo'lib, birinchi qatimligi so'zlab o'tganimizdek Umar roziyallohu anhuning qo'li bilan bo'lgan. Ikkinchi qatimligi mashhur qo'mondan Salohiddin Ayyubiy rahimahullohning boshchiligida bo'lgan. Uchinchi qatimlik bo'lsa Mamlukiylar sultoni Ashraf Qulovun qo'mondanligida yuz bergandir. Masjid-i Aqso zaminda barpo qilingan ikkinchi masjid hisoblanadi. Abu Zar roziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhisalomdan, ey Allohning payg'ambari, zaminda birinchi bo'lib qaysi masjid bino qilingan deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom Masjidul Haram deb javob berdi. Men yana ondan keyinchi desam, Payg'ambar alayhisalom Masjidul Aqso dedi. Men ikkisining orasida qancha vaqt bor desam, Payg'ambar alayhisalom 40 yil bor dedi. Va sen u ikki qo'rindan qaysida bo'lsang, namozingni o'qisang bo'ladi, uning da fazilat bordir dedi. Shundaq Masjidul Aqso musulmonlarning birinchi qiblasi bo'lgan bo'lib, Bara roziyallohu anhu mundaq deydi: "Biz Payg'ambar alayhisalom bilan 17 oyga yaqin Baytul Maqdisga, ya'ni Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qidik. Ondan qiblamizni haramga qaratdik. Masjidul Aqsoning nurg'un fazilatli taraflari bo'lib, Alloh taolo bu o'rinni muborak zamin deb Qur'on Karimda alayda maqtagandir. Alloh taolo mundaq deydi: "Alloh barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhisalomga o'z qudratimizning ba'zi dalillarini ko'rsatish uchun bandasini, ya'ni Muhammad alayhisalomni bir kechida Masjid-i Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjid-i Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir." Va yana Masjid-i Aqsoning fazli haqida nurg'unlagan hadislar kelgan bo'lib, Imom Ibn Majah va Imom Nasoiy qatorliq muhaddis olimlar Amr ibn As roziyallohu anhudan buni hadisni rivoyat qilib mundaq deydi: "Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Sulaymon alayhisalom Baytul Maqdisni bino qilib bo'lgandan keyin Allohdan 3 narsani so'radi. Birinchi, Allohning hukmiga uyg'un keladigan hukm qilish tavfiqini. Ikkinchi, hech kimga berilmaydigan podshohlik va saltanatni. Uchinchi, mana shu masjidga namoz o'qish uchun kelgan kishining gunohlarining pok-pokiz yuvilib, onasidan tug'ilgan kundagidek gunohsiz bo'lishini so'radi. Ondan Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Avvalgi ikkisiga kelsak, ya'ni to'g'ri hukm chiqarish tavfiqi va buyuk podshohlik saltanati uningga berildi. Üçüncüsünün bu berilgen bo'lishini behmi arzu qilaman dedi." Biz bu muqaddas joylarning fazilati haqida so'z etsak so'zlab bo'lolmaymiz. Biz Janob Haq taolodan ushbu ulug' joylarga berib, savob ajr mukofot olishga muyassar qilishini va shu muqaddas joylarimizni va suyumli vatanimizni ishg'ol qilgan zolim tajovuzchilarga qarshi bizlarga sabit qadam ato qilishini so'raymiz. Amin.